WhatsApp bola bugun sizlar bilan yana Sheroz bu kanal. Bugun sizlar bilan yana men Vyjivani o'ynaymiz. Vyjivanida ajoyib narsalar o'ynaymiz. Keyin esa biz zamonida temir topdik, ajoyib. O 3 ta temirimiz bo'ldi. Aniq kirkaga yetishi aniq. Endi esa biz mana shu uyni tekshiramiz. Bu mod do'stlar, bu ajoyib mod. Bu temir bo'lakchalar yo'q menimcha, juda tushunmayapman. Kimga menga o'xshagan mashaq mod kerak bo'lsa, mening YouTube kanalimga o'tsang, mashaq modlarimni chiqarib turaman. Endi bo'lsa qishloqqa otlandik. Endi qishloqdan bir ovqat yegulik degan narsa, u golem bor ekan, yaxshi. O temirchining uyida almos-palmoslar ana shunda ko'proq qiladi. Nima yerda yegulik ham bo'lish kerak. Shlem bor ekan do'stlar. Shlem nondan olamiz. Non shirinligini. Do'stlar, endi buni taqib olamiz boshimizga. Endi esa mollarni uzamiz. Men YouTube kanalimga obuna bo'ling, like bosing. Shunaqa videolar ko'proq chiqadi. Keyin aşağı videolar chiqishi anchagina ko'p. Biz 24 ta obunachi bo'ldik. Yaqinda 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Shunga tezroq like bosishni esdan chiqarmaymiz. Bo'lmasam bu mana shu mod ajoyib mod. Har xilcha kapalak bor. Minecraftda yo'q narsalar ham bor bu yerda. Mana sandiqdan batonni olamiz, tumanchadan. Ana. Endi keldik. Böyle sakrash kerakmi? Bunda sandiq yo'q menimcha do'stlar. Ajoyib sandiq yo'q. Uxlab olish kerak. Qochdi. Turdi voy. Reklama jonga deydi. Siz mana shu reklamalarni ko'raverib jonga tegib ketdilarmi Minecraftda? Kim narsalar bo'laversa men Telegram kanalimga, YouTube kanalimga yozsang, shuni chiqarib beraman. Unda bo'lmasam kerak. Yo'q. Endi bu o'yindan chiqamiz hozircha. Chiqa qolsin. Yaxshi, ajoyib. Minecraftga tez kirsa edi, men Vyjivani bo'lsam. Tire, men yotyapman. Qoch. Esh olib ketib yaxshi qildik. Ana turdik, endi ketdik Vyjivani go. Ajoyib mod bilan Vyjivani juda ajoyib. Kema. Ajoyib aytdim-ku, bu narsalar cho'kmagan kemalarim ketdik. Uncha suzib ketyapti. Qishloqlar suzib ketayotgan paytda cho'kib ketgan edim. Cho'kib ketmasdan oldin borib oling. Balkim xazina xaritasi bo'lishi kerak. Daha ketdik. Xazina xaritasi. O'chirib tashlaymiz do'stlar. Endi bu videomiz ajoyib bo'lishiga ishonaman va like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Obuna ham esdan chiqarmaysiz. Siz bilan ham qo'ysa edi. Endi yaxshilab o'rnashib olamiz. Endi ketdik. Bu zombilar. Endi bular borib yetish kerak toshga. Hozir toshim nasib o'zimda ko'mir bor. Yaxshi qolaman. Eritib yuboraman. Keyin esa hozir massa qilib temirdan nasibimiz kimdir tortib turganmi? Bu jetil tong bo'lsam yotibdim. Minecraft axir aytgancha bu Minecraft boshqacha Minecraftga ko'p esimdan chiqib ketyapti. Endi esa mana shuni olamiz. Bular toshlarni do'stlar. Tashlab olamiz.
Wow. Menimcha menga mana shu kerak. Shuni kiyib oldim. Endi versakdan pechka kerak bizlarga, pechka. Hop. Hemen ertib siz. Ixtiran nima yeysiz bo'ladi o'zi? Kirka. Mana kirka yeymiz. Temir bo'lakchalardan temir yasasa bo'ladi bitta. Shunda bizlar bitta sheet bilan bitta sheet olin. Bitta sheet uchun yana 3 ta taxta kerak ekan. Yeter. Uyni tigayapti. Aytvoyin. Endi esa bizlar buni yaxshilab turib qilamiz. Yana sheet yasolamiz do'stlar. Bu sheetim bor endi. Yana sheetimiz bor do'stlar. Sheet. Bitta yergasa amiz olish kerak. Bo'ldi, endi yoqamiz yerga. Yani yerga uchun endi cho'k topish kerak. O'zimda nima bor ekan? Yana bitta tayoqcha kerak. Yana 3 ta tayoqcha olsa, ikkita beradi. Shunda ko'p joy bo'ladi. Aha. Ejinoz. Bu o'yinga. Короче, bo'ldi. Kimga reklamam yoqmasa, kommentariyga yozib ketish esdan chiqarmaymiz. Unda bo'lmasin ku. Hozir bizlar temir topganmiz. Endi bizlar hozir bitta sheet, endi bitta kirka yasaymiz. Yaxshi. Yaxshi. Endi bitta kirka yasash uchun bitta tosh kerak. Endi bizga cho'k bo'ladi. Cho'kdan esa bitta kirka yasasak bo'ladi. Yaxshi do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaymiz. Videomiz qisqa bo'ladi, chunki bizlar sizlarga mana shunaqa chiroyli manzaralarni tanishtirish uchun yangi moduldan foydalanamiz. Mana jitim nima qilyapti? Qara bo'lmasam orolni narchiga tegchi. O, temir bor ekan do'stlar. Endi Cemilsin şu. Bakmaydı da maşallah nasıl. Canısı müthiş çıkış kayın. Müthiş çıkış kayın. O temir kapı gene. Ay bir de lava bo'lganda yomon narsalar bo'lgan bo'ladi. Endi bizlar ketamiz. Har yerdan nimadir ko'ringan edi. Keyin esa do'stlar ajoyib video. Sizlarga yana bir tavsiyam bor. Agar meni YouTube kanalim 50 ta obunachi bo'lsa hamma hamma modlarni sizlarga bitta tanishtirib chiqaman. Böyle nima bo'lyapti? Do'stlar, endi nazar qilib o'tiramiz. Endi nazar qilib o'ynash kerak. U boya qishloq o'yincha shu ekan. Endi esa mana shu yerda chiroyli tabiatda sizlar bilan xayrlashishim kelyapti. Mana shu chiroyli narsalar ham bu yerda har xil narsalar bor. Izmurod har bir xarobalar bor. Do'stlarim, mana shugacha videoni ko'rgan bo'lsangiz like va obuna bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Keyin esa aytib qo'yin, mana shu modda faqat meni YouTube kanalimni chiqadi va bunaqa chiroyli tabiatlarda meni YouTube kanalim ham bu yerda video qilish oson. Hammaga